Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Xudo xolasa kechqurunga qaramay hammamiz ishxonada qolganmiz bugun. Sababi bozor kunga yuk chiqaradimiz. Chislamiz ichchi bugun. Chislamiz 20-may 22 yillik bo'ldi. Hozir qolamiz ishxonada hammamiz inshaalloh. Mana bu darvozalarimiz dillalari mana 4 tomon egilgan. Dekorga sifatli yaxshi darvoza deb gapiravermayman. Nimaga unaqa mana zavodskoy yopamiz bu yerlarni najda qilamiz bularni. 4 tomondan egamiz. İşimizni xullas liboy ustasi kelib tekshirib olaveradi. Mana gruntovkadan chiqish jarayoni. Xudo xolasa mana sifatlari ham o'ta ideal holatda polni silliqda ishlangan. Endi polni silliqligini ustalar tushunishadi. Polni sillig'i mehnat mashaqqatini. Xudo xolasa Toshkent Angren darvozasi bu. Xudo xolasa hozir shivirlar ham 12 lik bo'lgan. Asli 10 lik qilsa ham bo'laveradi, lekin 12 lik qilib ugonlikdan suvarkazamiz bu yo'lga mana polni silliq ishlanyapti okalar. E'tibor bersangiz, birorta joyida germetex yo'q. Polni silliq ishlangan. Kimga shunaqa sifatli yaxshi darvoza kerak bo'lsa, Abdulhay darvozalariga murojaat qilaverasizlar. Eng qizig'i hozir gruntovkadan sepib, kraskalarni sepib, bir qator gulpullar qotirib, ertaga YouTube'da syomkaga chiqaramiz. Bu haftaning oxiriga harakat qilib, polni darvozalarimiz hammasi o'rnab ketadi. Kuzatishda davom etasizlar. Sog' bo'linglar. Charchamani Abdulhay darvozalari xizmatingizda aloqadamiz. Xudo xolasa sifatli yaxshi darvozalar bilan tanishlaringizga shu videolarni tashlab qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Charchamani.